Hammaga salom, sizlar bilan Minecraft o'zisi bo'ladi. Bugungi qismimiz mashina olish, ikkinchi qism. Hop, bunda biz Cardling anaqasiga tegishli, zavodiga tegishli Lightning Porschelni mashinani olib kelib yurganmiz. Hop, bunaqa mashinalar modi uncha topilmaydi. Mod kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Mod, uy modi, mashina mod umuman xililardan bor. Ham bu o'ta zo'r yuradi. Bunaqa silkamaydi, undan qilmaysa zo'r yuradi. Biz sekin yurishi motorini hali to'g'irlaganimiz yo'q. Mana motorlar hali to'g'irlangani yo'q. Oldilari o'ta go'zal. Kaliti qulflanadi, ochiladi. Oltinga. Salonlari unchalik xunuk emas, mana. Acha qiziq. Kalbini o'taydi, kalbini o'chadi. Ham avtomatik korobka bo'ladi. Ham driftni holatlari o'ta zo'r. Hop, bunaqa mashinalarimiz faqat Minecraft o'zida bo'ladi. Keyingi qism 4, masalan 5-6 ham chiqaramiz. Bunaqalar biz har xil mashinalar ko'rsatib chiqamiz. Sizlardan bitta iltimosimiz bor. Like, podpiska ayamasdan bosinglar. Like, podpiska. Hop. Mana mashinamiz zo'r. Sakadiskalarda masalan Minecraft o'ynashlar deydi ko'p odam. Biz Minecraft'ni original versiyasini $7,400 ga tortganmiz. Mana masalan men 7,400 ga tortganman. Mana o'rtalarim 7,500, 7,600 ga tortgan. Mana bitta o'rtog'im bor, Neon o'zi bo'ladi. Uni ham zo'r kontentlar chiqadi. Unga obuna bo'lib bo'ylar. Hop. Hozir men anaqa o'ldiryapman. U hozir mashinaga zarar berishi mumkin. Qarang, chirib turadi mashina. Garajlar ham kattagina qilib, xohlasangiz sizlar e'tiboringga kirib, garaj, mashina sig'gan darajada qilib beramiz. Ancha go'zal. Yopib qo'yamiz, kirolmaydi. Hop, obuna, like, podpiskani ayamaysizlar degan